Yuqorida eng cho'qqidagi qirda aloqa o'sha yerdan bo'ladi xolos. Mana shu yarim kechasi biz ham unga chiqib xabar berishga majbur bo'lib qolaydik-da. Gap borki, ota yerda telefoningni ushlab ol deganda shunday qilib yugurib kelib, hamma vaqt gaplashish imkoniyati yo'q edi. Bu narsani birinchi ochiratga shu ota-onamga kelib aytishgan. O'g'liz mahallaga antena qo'ydi deb. Antena yaxshi ishlayapti, baraka top deb haligacha aytib yurishadi. Endi u narsani borku, borsiz borku, ular kutib oladi-da sizni. Wi-Fi ichilib ketdi deydi. Ishlamaganimda, ko'rmaganimda ishonmasdim aka. Berilagacha shu internet xizmati tashkil qilinadi deb, shu kabel keladi deb. Уже bargandan spisokni ko'rgandan связансыздарma deb yugurib chiqadi oldimizdan. Internet qachon keladi deb уже olib kelgan o'zi kabellarni ko'rib birinchi biz erkinlik torting. Uztelekom xodimlari mana so'qmoqlardan yurib antenaga ishga tushirgani ketishyapti. Kabani oldidan turib video vizif qilib, mana men sizlarning haqlaringni mana shu yerdan turib video vizifda qilyapman. Sizlarning haqqi sizlar bo'lmasalaring men mana shu yerdan turib bolalarim bilan, uydagilarim bilan gaplasha olmagan bo'lardim. Sizlar hammasi shu sizlarning xizmatlaring deb duolar qilib qolishganda. Ikkita kompaniyada ham aloqa yo'q. Bunaqa telefonlar bu yerda ishlamaydi. Bu yerda faqat mana bunday maxsus aloqa vositalari ishlaydi. Vaqt tez o'tishini qarang. Mana shu videoga 3 yil bo'libdi. O'sha paytda bu yerda siz ko'rgan holatdagina insonlar bilan aloqa qilish mumkin edi. Hozir esa nafaqat uyali aloqa, balki kabelli internet ham bu yerga yetib kelgan. Bilasiz, biz asosan olis qishloqlar, chekka hududlarga sayohat qilamiz va ko'pchilik savol beradi. U yerda uyali aloqa yoki internet bormi? Odamlar olisdagi yaqinlari bilan qanday aloqa qiladi degan savollar tug'iladi. Bugun mana shu savollarga javob berish maqsadida respublikamizning 4 ta viloyatiga sayohat qilamiz. Aynan mana shu insonlarga aloqa yetkazib beradigan kasb egalari bilan. Birinchi manzilimiz Navoiy viloyatining Xatirchi tumani Angidon qishlog'i. Bu hududga bundan 3 yil avval kelib, qishloqning go'zal tabiat haqida ko'rsatuv tayyorlagan edik. Eslab o'tganimizdek, o'sha paytda bu qishloq dunyodan uzilib qolgan, uyali aloqa ishlamaydigan joy edi. Shu sababdanmi uning betakror tabiat haqida ko'pchilik bexabar bo'lgan. O'sha paytda yaqinlari bilan bog'lanish qanchalik qiyin bo'lganini Abdurazzoq Imomov eslab, kechalari cho'qqiga chiqib telefon qilishga to'g'ri kelganini eslaydi. Mana shu ana soydan o'tib shunday qirmadan mana shu tosh paxsani oldi bilan shunday chiqib qirga chiqib gaplashaydik. Oxirgi cho'qqiga borsak, uni ham bir joyda aloqa vositasi bo'ladi, xolos. Boshqa joyda aloqa bo'lmaydi. Faqat bir joydan aloqa ishlaydi. Mana shu yerda odamlar o'zi xuddi bir tosh bilan uyacha qilib, dumaloqcha qilib qo'ygani, o'sha yerda o'tirib gaplashaydik. Bir qadam bu yoqqa siljisangiz aloqa yo'q, bu yoqqa bir qadam siljisangiz aloqa yo'q edi. Shu bitta nuqtada tursangiz, ana o'shanda aloqa bo'ladi. Bo'lmasa yo'q edi bilan. Bir vaqt bo'lib qolganda mana shu yarim kechasi biz ham unga chiqib xabar berishga majbur bo'lib qolaydik-da. O'zimning o'g'lim Samarqandda ishlaydi hozir, o'qituvchi ishlaydi. Mana shu ko'pincha xavotir bo'lsak, o'g'limni chaqirish kerak bo'lib qoladi, bir to'y chiqadi yoki bir maraka bo'ladi, o'shanda qirga chiqib, bashta 500-600 metr tepalikka chiqib gaplashaydik-da. Hozir esa kuniga nevaralar bilan uyda o'tirib, bemalol xotirjam gaplashib o'tiribmiz. Qishloq tabiati bu yerga aloqa tarmog'i olib kelgan xodimlarda ham katta taassurot qoldirgan. Nurali Omonov va uning hamkasblari nafaqat Angidon, balki Xatirchining eng olis tog'li hududlariga ham kabelli internet yetib borishi uchun mehnat qilishmoqda. Qolgan qishloqlar tabiat va odamlari ham o'ziga xos, lekin Angidon baribir boshqacha deydi suhbatdoshimiz. Yo'q, endi ish yuzasidan Xatirchim bormagan joyimiz qolmadi. Hamma joyga Xudoga shukr internet ta'minlayapmiz. Hamma joy o'ziga yarasha nima deydi, shukuhi, yangiligi bor. O'ziga yarasha qiziqarli manzarasi, qiziqarli ishi bo'ladi. Endi uni bunga solishtira olmaymiz, chunki hamma joy yaxshi, xalqimiz yaxshi. Tabiati eng yaqin joy Angidon bizda. Angidon juda ham yashil makon, chiroyli.
o'zim ishlamaganimda, o'zim ko'rmaganimda ishonmasdim aka. Berlagacha shu internet xizmati tashkil qilinadi deb, shu kabel keladi deb ochig'i ishonishim qiyin edi. Hozir boshqalarga aytsangiz ham shu yerlargacha borgansizlarmi deb hayrat bilan aytadi-da, ishonmagandan qilib. Deyarli o'zi tog'li hududni hamma joyini qamrab oldik internet xizmati bo'yicha. Hozir qayga bizani borsa, o'zi mashinamiz ko'rganda taniydigan bo'lib qolganmiz. Wi-Fi'chilar kelibdi deydi, qayga borsak, misol uyga kiring, choy iching, mehmon bo'lib keting. Shunaqa qasdan. Misol qayerga borsangiz, mana shu yerlarga biz Wi-Fi o'rnatganmiz xalqda. O'zimiz xursand bo'lamiz, chunki men qilib ketganman shu yerda. Yaqinda bir aholilikka kirdik, bir internet o'lyapmiz-da, bolalarga shaharga telefon qilyapti onlayn. Bolalar, nima bo'lyapti bu yerda? Ko'rib gaplashgandan bolalar hayratda qolyapti ular. Bizga ham keldimi shu narsa degan voqealar bo'lganda. Ko'pincha tog'li hududlarda o'sha bolalari, qolgan boshqa yaqinlari chetda, uzoqroqda. Shu antena xizmati uncha bo'lmagan joylarda shu internet bilan foydalanib gaplashadi. Telegramlardan. O'shanda xursand bo'ladi. Yosh bolalarga hozir hamma narsa onlayn bo'lib ketgan. Onlayn o'zlari til, boshqa qiziqqan fanlarni o'rgansa ham bo'ladi. Internet olib borganimizdan keyin yaqinlari bilan gaplashib, shunday qilgandan keyin shu otangga rahmat deydi, shu rahmat aytadi. Ana shu tomonlarga xursand bo'lasiz aka. Hozirda Angidon turizm qishlog'iga aylangan. Davlat rahbari tomonidan barcha sohalari singari aloqa hamda turizmga e'tibor qaratilishi ortidan Xatirchining tog'li hududlariga turistlar oqimi oshmoqda. Sayyohlar ko'paygani sari esa sifatli internet va aloqaga ham talab shuncha ortib boradi. Tog'li hududlarda nafaqat turizm, balki ilm rivoji uchun ham sifatli aloqa talab etadigan manzillar bor. Mana shunday bir manzilga qarab yo'l olamiz. Bu maskan esa Qashqadaryo viloyatida joylashgan. MDH davlatlarida birinchi bo'lib astrovideo tasvirga olingan 80 ta asteroid, 4 ta kometa, Samarqand nomi bilan ataluvchi kichikroq sayyorani kashf qilingan Maydanak observatoriyasidamiz. Bu joy dengiz sathidan 2650 metr balandlikda joylashgan. Tasavvur qilishingiz uchun aytaman, Qamchiq dovonining eng yuqori qismi 2200 metr balandlikda. Mana shunday o'ziga xos ilmiy kashfiyotlar, ilmiy ishlar olib borilayotgan joyga birinchi navbatda aloqa kerak. Internet va mobil aloqa. Bu yerga esa aloqa o'rnatilgan. Maydanak observatoriyasi o'zi hamma ham biladi, dunyoga menimcha o'sha 3 ta 4 ta observatoriya bo'lsa, bu bittasi. Ko'p yulduzlarni kuzatish ishlari shu yerdan olib boriladi. Birinchi bo'lib antena qurilganiga xursand bo'lganmiz. Nima uchun? Biz observatoriyani ko'raylik borib deb. Chunki kelmaganmiz o'zimiz ham, rasmlarini internetlardan yo televideniya orqali ko'rganmiz, o'zini ko'rmaganmiz. Boshliq aytishda o'sha antenani olib borib quriladi, observatoriyaga antena quriladi deyishganga. Yoz oylari edi, bir kun oldin tayyorgarlik qilganmiz. Yuk mashin kelib, yukimizni ortib olib kelgan. Antenani qo'yish davomiga bu yerdagi ishchilar bizani oldimizga qiziqish bildirib, bizani oldimizga tomoshaga kelishgan. Biza ularni qurilmasiga borib tomosha qilishga borganmiz. Shu teleskopni oching, biz yulduzlarni ko'raylik deb juda qiziqqanmiz. Internetlariga antena ishlagandan keyin, internetlari ishlab ketgandan keyin bular ham juda xursand bo'lgan. Bizga she'rlarni ochib ko'rsatishgan, ekskursiya uyushtirib bergan bizga. Tahlil ishlarini olib borib, ma'lumotlarni yig'ib bo'lgandan keyin o'zlarini markazlashgan o'sha axborot omborlariga bular ma'lumotlarni jo'natadi. U jo'natishga bizning internetimiz bular juda katta qo'l kelgan. Oldin aloqa bo'lmagan vaqtlarga bular ma'lumotlarini pastgacha olib tushib, tuman markazlariga olib borib, internet orqali jo'natishgan. Ularga ancha qiyinchilik bo'lgan, chunki borib kelish, yo'l. Biza baza stansiya o'rnatganimizdan keyin bularga juda qulay bo'ldi, chunki bular
o'zlariga internet tarmog'i ishga tushdi. Shu yerdan turib ma'lumotni olib, hech qancha vaqt o'tmay 10-15 minut ichiga axborotlarni to'liq dunyoning istalgan joylariga yetkazishga bular muvaffaq bo'ldi. Husan Aloqulov nafaqat Maydanakka uyali aloqa kelishiga hissa qo'shgan montyyor, balki Qashqadaryoning eng olis qishloqlarida ham insonlar uzoqdagi yaqinlari bilan muloqot qilishiga katta mehnat qilgan qahramonlarimizdan biri. U markazdan salkam 200 kilometr uzoqda joylashgan qishloqqa aloqa o'rnatilgani, qishloq ahli bu jarayonga qanday munosabatda bo'lgani va eng ta'sirli holat, o'z mahallasiga antena o'rnatganida otasining o'g'lidan faxrlanganini eslaydi. Mahalladoshlarimiz ham bilishardi aloqa sohasiga ishlashimni. Ko'p uygacha ham kelib ham yoki telefon orqali ham qachonki o'zing yashab turgan mahallaga antena qo'yasanmi hech deyishgan. Bir 5 yil yo 6 yil shu borasida ko'pchilik aytib yurishardi. O'zimizga antena yaxshi bo'ladimi hech deb. Kutinglar yaxshi bo'ladi deb aytaydim-da va bir 2 yil oldin o'zimni mahallamga ham O'zmobile antenasini o'rnatdik mahallamizga. Ishga kelyapmiz. Mahalladoshlar hammasi taniydi, biladi. O'zimizga ham qo'yilgan kun bor ekanki deb xursand bo'ldi. Ko'pchiligi bu narsani birinchi ochiratga shu ota-onamga kelib aytishgan. O'g'liz mahallaga antena qo'ydi deb. Uzoqdan begona odamlardan ham eshitganmiz. O'shanga bir faxrlanganman. O'zi tog'li hududga ishga borasan, shu yerda ishlaysan deb topshiriq kelganda hamma komandamizdan men boraman deb talash bo'ladi. Negaki tog'da o'ziga yarasha tabiati, havosi tozaligi, odamlarning soddaligi, sofdilligi, keyin bu yerda o'sha tog'liklarga xos shart-sharoitlar, jonzotlari, shularni ko'rishga juda oshiqadi hamma. Qashqadaryoda tog'li qishloqlar juda ko'p va u yerda sifatli internet olib borish Uztelecom xodimlari uchun asosiy va ustuvor vazifa hisoblanadi. Ayniqsa yosh avlod yangi bilim va yangi imkoniyatlar olishi uchun sifatli internet Suhrob singari qishloq bolalari uchun juda ham zarurdir. Chekka qishloq bo'lishiga qaramasdan IT sohasini o'rganayotgan Suhrob kelajagini axborot texnologiyalari bilan bog'lamoqda. Men qo'limdan shu Google yoki boshqa brauzerlarda ochiladigan saytlarni tashqi ko'rinishini yasay olaman. Backend bo'lsa agar dasturchiga o'qisam, uni aqliy sohasini ham yarata olgan bo'laman. Senga qishloqda doimiy yaxshi internet ishlab turishi qanchalik zarur? Suv bilan havodek kerak menga. Har bir dasturchi uchun internet bu eng asosiy narsa deb o'ylayman. Uyda oxirgi marta qilganim Instagram saytini tashqi ko'rinishini yasab ko'rdim. Yemak saytini yasab ko'rdim. O'zi bular men uchun imtihon uchun berilganda shularning hammasini topshirib keyin sertifikatimni oldim. Kelajakda dasturchi bo'lish, IT doktor bo'lish. IT doktor bu shu IT sohasida kamida 8-9 yil ortiq tajribaga ega mutaxassis, ya'ni master deydi. Surxondaryoda ham tog'lar orasida joylashgan qishloqlar juda ko'p. Bir-biridan go'zal, o'ziga xos tabiati va landshaftiga ega qishloqlar nafaqat hamyurtlarimiz, balki chet eldan keladigan turistlar uchun ham hayrat uyg'otadigan maskandir. O'shor qishlog'i ham shunday maskanlardan biri. Abduqahhor ota Sharipov qishloq aholisi avvallari uyali aloqadan qiynalgani, hatto shoshilinch holatda xabar bera olmaganligi sababli o'ta ayanchli holatlarni boshidan o'tkazganini ham eslaydi. Faqatgina aloqa emas, yo'llarimiz juda og'ir ahvolda bo'lgan. Mana shu o'quvchi men o'zim maktabga direktor bo'lgan paytimda bir o'quvchimiz
tasodifan kasallanib shuni to больницаga olib borguncha oti eshak bilan olib borgan o'sha kasali o'tib ketib shu o'quvchimiz halok bo'lganda sinadan buyog'iga qo'lga ko'tarib kelganmiz. Mana shu 8-10 kilometr joyga loylarga bilan qo'lga ko'tarib kelganmiz. Mana shu narsalar endi bu hech unutib bo'lmaydigan bir xalq uchun og'ir masalalar bo'lgan. Hozir Allohga shukr hamma narsa yaxshi. Aloqa juda kam edi, bir tepaliklarga chiqib, hali gap borki, ot u yerda telefoningni ushlab ol deganda shunday qilib yugurib kelib telefon bilan gaplashardi. Endi ochiq hamma vaqt gaplashish imkoniyati yo'q edi. Qishloqqa mana bu soy o'tadi qishloqning o'rtasidan, soydan hozir chap tomonga bir tepalik bor. Hozir televizorga o'rnatilgan joy. O'sha joylarga chiqib yugur qilib zaruriyat bo'lsa bir joy bilan gaplashib shunday qilardi. Shuning hisobidan aholini ham telefon bilan ta'minlanishi bor yo'q bir 2% ni tashkil etardi. Hozir 100% to'liq telefon bilan ta'minlangan internet ishlaydi. Ancha yaxshi hozir. Shu 40 kilometr joyga oddiygina bir hisobot topshirish uchun ham borib kelishga to'g'ri kelardi. Hozir esa bemalol internet orqali, kompyuter orqali hisobotlar topshirib bemalol aloqa qilib, hatto Zoomdan yig'ilishlar bo'lyapti. Bu albatta taraqqiyotni rivojlangandan dalolat beradi. Yoshingiz nechida amaki? Yoshim 73da. 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 Zoomda bilasiz amaki. Nima bilmayman. Oliy ma'lumotliman men. Bemalol hozirgi taraqqiyot bilan hamnafas yashayapmiz. Najmiddin Xo'jayorov O'shor kabi qishloqlarga sifatli uyali aloqa yetib kelishida mehnati singan monteyorlardan. Faoliyati davomida uncha-muncha inson yuragi dov bermaydigan baland stansiyalarda ishlashiga to'g'ri kelgan. Bugungi 20-40 metrli aloqa stansiyalari qahramonimiz uchun cho't emasligini aytadi. Eng asosiysi esa qilayotgan ishlari uchun eng katta mukofotni, oltinga teng bo'lgan xalq duosini olganida deb biladi. Birinchi borganda hayratlangan joyim menga Chosh bo'lgan. Chosh mahallasi, Sariosiyo tumanidagi Chosh mahallasi. Chosh mahallasiga yetib borishingizning o'zi bir kunlik yo'l. Rayon markazidan chiqsangiz bir kunlik yo'l o'zi. Yetib borganingizdan keyin har bitta soylardan oqadigan jilg'alarni ko'rib men havasim kelgan. Endi Choshda ham bitta qishloq emas, 7-8 ta qishloqdan tarkib topgan. Yonma-yon qishloqlar hammasi. O'sha Choshda ham hozir bizda 3 ta aloqa antennamiz ishlab turibdi hozir mobilda. Choshga o'zi asosan iyul, avgust, sentyabr oyida. Agar qish sal ertaroq kelsa, oktyabr oyida ham 5 oy avtomobil yo'l bo'ladi. Bu mana Xonzadan borasiz, Xonzadan 32 kilometr Choshgacha. 32 kilometr degani bizda asfalt uchun bu minutga hisoblasangiz yarim soatlik yo'l, lekin tosh yo'lda yo'l topolmaydigan joyingizda bu 4 soat, 5 soatlik yo'lda. Lekin bular mana qishki sezon, qish vaqtida yo'llar yopiladi, qor tushadi, avg'ada qor tushib, odam bo'yidan baland bo'lib ketadi qor. Texnika bo'lmaganda bular to'palang suv ombori orqali lotka bilan borishadi. Lotkadan keyin ham yana 10 kilometrlar o'sha buzuq yo'l. U tomonda ham yo'l og'irchiligi bor, lekin qishda baribir yo'l bo'ladi-da ularga. Endi ularda ham kasalchiligi bor, bemorchiligi bor. Aloqa bo'lmasa bu juda qiyin masala-da. Endi oldin qanaqa bo'lgan bilmayman men to'g'risi, u xalq bilan aralashib yursangiz bilasiz-da. Lekin aloqa bo'lgandan keyin biz borsak hamma vaqt azizmiz bu xalq uchun. Chunki xizmatimizni evaziga, qilgan xizmatimizni evaziga, mana shu aloqa qilib berganimiz evaziga azizmiz. Ular shunchalik hurmat qiladi bizni. Masalan, shaharga kelsa ham, o'zini ishi bilan kelsa ham bir kelib, bir salom alik qilib, xuddi bir yaqin og'ayningizda, yaqin oldindan tanish bilishingizda kelib xabar olib, bir salom alik qilib ketishadi. Mana Uzmobile kompaniyasi ishga tushirish uchun Choshga ketyapmiz. Xudo xolasa mana aka yuklarni ortda lotkaga. Yigitlarimiz mana aka Uzmobile xodimlari ketyapmiz. Xudo xolasa
yo'limiz bexatar bo'lsin. Uz Telekom xodimlari mana so'qmoqlardan yurib antenaga ishga tushirgani ketishyapti. Bir xil joylarda borib antenani ishga tushirganimizdan keyin nahotki deyapti-da, o'sha bolalari bilan Rossiyada turgan yo boshqa chet mamlakatda turgan bolalari bilan imoda, internetda gaplashib, o'zlari ham anaqa qilyapti-da. Hatto shunday bo'ldi, mana shu Pushtivara qishlog'idan bir akamiz uyida yotib ishlab antenani ishga tushirdik. Umra safariga borganlarida Ka'bani oldidan turib video vizif qilib, mana men sizlarning haqlaringga mana shu yerdan turib video viziflar qilyapman. Sizlar bo'lmasalaring men mana shu yerdan turib bolalarim bilan, uydagilarim bilan gaplasha olmagan bo'lardim. Sizlar hammasi shu sizlarning xizmatlaring deb duolar qilib qolishganda. Endi tasavvur qilavering, siz Ka'bani oldidagi odam sizni video qilib duo qilganda qanaqa hayajon o'tadi ichingizdan. Va nihoyat Toshkentdan 1530 kilometr uzoqligida O'zbekistonning eng olis aholi yashash punkti Qoraqalpoq yoki Qoraqalpog'iston posyolkasiga yetib keldik. Qoraqalpog'iston posyolkasi. Bu joyga yetib kelish Toshkentdan yo'lga chiqqan odam uchun bir sutkalik uy yo'l degani. Qozog'iston chegarasida joylashgan aholi yashash punkti. Bu joyda uyali aloqa deysizmi, kabel orqali yuqori tezlikdagi internet deysizmi, hammasi yetib kelgan. Nursavla Sultonbayev uyiga kabelli internet o'rnatilganidan so'ng o'z biznesini boshlagan. Biznes ideyasidan tortib, uni qanday yo'lga qo'yishgacha bo'lgan bosqichlarini internet orqali o'rgangan. Internetdan foydalanu men uchun qattiq yaxshi deb ayta olaman. Hozirgi kunda kichigina bir biznes boshlaganman. So biznesning bari so internet orqali o'rgandim. O'zimga qattiq foydasi bor internetning. Voy jeke unamsız zatlarga kirmaymiz, жаңағы өзім үшін керекті заттар пайдаланамын. Бизнес болғанда жаңағы ана деген жазу бар. Соны кеште жаңағы түнгі 12-де біздерді құттықтайды да. Соны аналарымызды қуандыру үшін соны барып құрып береміз. Өзінің жақындары, өзінің перзенттері соны қуантады аналарын. Сол жағынан бизнес қылғанбыз. Құдай қаласа кеңейту ойым бар. Интернет арқылы ең бірінші Ташкенттің номерлері бар ғой Инстаграмдарда. Сол Ташкенттен білдім, одан кейін Ташкенттегілер Беруниден, Маңғыттан номерлерін берді, сол арқылы үйрендім. Олар үйретті да маған, бірақ ең главный сол Инстаграмнан көріп үйрендім, интернет арқылы. Бірінші барған жерім осы Қарақалпақстан поселкасына келгенмін. Сол Устелекумға жұмыстан кірместен алдым. Қоңыратты енді өз кішкентай район деп білетін едім. Сол жұмысқа кіргеннен кейін елі адам бармаған көп жерлер, көрмеген жерлері, енді Қоңырат район үлкен болған себеплі интернет кабелін тарту барысында көп жерлерді көріп, басқа жасау шарайы төмен жерлерді, елі су, газ бармаған жерлерге де интернет тартып, сол көрдік. Адамдардың реакциясы интернетті жақсы қабылдайды. Өзі уже барғанда списокны көргеннен
связансыздар ма деп жүгіріп шығады ғой алдымыздан. Интернет қашан келеді деп уже алып келген өзі кабельдерді көріп бірінші біздеркіне тартың қандай не деп адамдардың өзі қызығып, біздер уже оларға интернет керек па демей тұрып, олар біздерден бірінші сұрайды да, интернет тартасыз ба деп. Біздер уже ауа деп сол жерге түсіндіріп, бір адам мысалы біздер көріп қалса, уже өзінің мақаласындағы адамдар жинап келеді. Men Qoraqalpoq posyolkasidan da olisda bo'lgan va cho'llar orasida aholi yashash hududi boshqa yo'q bo'lsa kerak degan o'yda edim. Adashgan ekanman. Bu yerdan so'ng biz Qibla Ustyurt ovul tomon yo'lga otlandik. Biz yurgan yo'llarni ko'rib, cho'l ichida adashib qoldik degan xayol ham o'tdi mendan. Tasavvur qilishingiz uchun shunchaki kimsasiz cho'l oralab 40 kilometr yo'l yurdik. Tekis asfalt yo'lga chiqish uchun mana shunday yo'l yurish kerak. Kimsasiz desam, sal yolg'on bo'lib qolar. Yo'lda tuya boquvchi cho'ponlar va tuyalar uyuriga duch keldik. Katta yo'ldan 25 kilometr cho'l orasiga kirdik, ya'ni mana bu tuyalar o'tlab yurgan joyga. Bu joydan yana 25 kilometr ichkariga kirib ketamiz. Hech qanaqa odam zoti yo'q bu yoqda. Lekin tuyalar bor, tuyalari boqib yurgan cho'pon bor. Qibla Ustyurt degan ovulga qarab ketyapmiz. Shu joyda insonlar bilan tanishib, o'sha joydagi aloqa sifatini sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. To'g'risi bu qishloqqa shuncha yo'l bosib kelishni qo'ya turing. Bu yerda yashayotgan insonlarga shunchaki tasanno aytish kerak. Qachonlardir gaz kompressor stansiyasini yurg'izish uchun tashkil qilingan va ishchilar yashashi uchun tashkil qilingan ushbu ovulda hozirda 3-avlod umrining yoshlik davrini o'tkazmoqda. Qibla Ustyurt ovuldamiz. Men shuncha yo'l yurgandan keyin bu atrofda odam yashaydigan joy bo'lmasa kerak degandim, lekin bu yerda kattagina ovul bor va biz hozir o'sha ovulda maktabidamiz. Maktab anchagina katta, lekin bu joyda 1-sinfdan 10-sinfgacha bolalar o'qishadi. Eng ko'p bola o'qiydigan sinf bu 9-sinf va eng oz bola o'qiydigan sinf bu 11-sinf. 11-sinfda 2tagina bola o'qiydi xolos. Tasavvur qilyapsizmi? 2tagina bola. Lekin mana shu joyda ham aloqa bor. Bolalar internetdan foydalanib o'z ilmlarini, olayotgan bilimlarini kuchaytirish uchun, rivojlantirish uchun mana shu olis hududgacha internet yetib kelgan. Aloqa bor. Biz kirgan bu maktab Jasliqdagi 54-maktabni filiali. Tasavvur qilishingiz uchun aytaman, bu joydan tuman markaziga boradigan bo'lsangiz, tekis asfalt yo'lga chiqishingiz uchun 40 kilometr yo'l bosasiz. Tuman markaziga borish uchun esa 170 kilometr yo'l bosishga to'g'ri keladi. Tasavvur qildingiz-a? Ya'ni biz hozir kelgan qanaqa bir cho'llik joy va bu yerda yashayotgan insonlar. Endi men mana shu joyda internetni tezligini tekshirib sizlarga ko'rsataman. Internetni tezligi. (87 megabit sekund). Tasavvur qilyapsizlarmi? Men hozir cho'l o'rtasidaman. Bu yerda odam yashaydi deyishganda men hayron bo'lgandim. Qanaqasiga shunaqa cho'l o'rtasida odam yashash mumkin? Men odam yashashiga ham ishonmay kelgandim. Lekin bu yerda odam yashaydi, maktab bor, bog'cha bor, ambulatoriya bor, ya'ni fuqarolarning sog'ligiga qaraydigan va maktabdagi internet tezligi. Hozir esa ana shu mahallada yashaydigan insonlar bilan suhbat qilamiz. Молодежныйда комсомольский новости болды. Үстірттің үстіде Яңғы поселка. 60-жылдары башлаган. Бұхарадан газ тауып, шуны Уралға, Россияға алыш керек. Сол компрессорный станция салып келе берген, 100 километр, 150 километрден сол бұл 7-ші станция.
Shu poselkada balaligim o'tdi. Shu bu yerda kompressor stansiya bor, gaz haydash stansiyasi, shunda dadam ishlardi, akalarim bor. O'zi uyda 4 farzand, bir qiz biz. 4 o'g'il, bir qiz. Hammasi shu yerda bu больницада dunyoga keldi. Svязь 3 yilga shamalab qoldi, 2 yil bo'lmagan. 3 yil bo'lib qoldi. Lekin bu Wi-Fi kelganda 3 yil bo'lib qoldi. Aloqa ondan oldin bor edi, mobil bor edi. O уже 10 yildan o'tib ketgan shaharda. Mine hozir o'zingiz ko'rdingiz, qala rayon orayынан so'ncha uzoqlikdagi eng alista joylashgan Qo'ng'irot rayonining Qubla-O'start avul fuqarolar jiyinidan ketib keldik. Bu yerdagi qo'jaliklarga, sonday infrastruktura obyekti bo'lgan maktabga bizning filialimiz tomonidan optikal kabellar tartib, zamonaviy internet xizmatlarini ko'rsatdik. Telekommunikatsiya xizmatini ko'rsatish maqsadida M-San qurilmasini o'rnatdik. Ham bu orqali bizlar shu aymoqdagi xo'jaliklarda internet xizmatini ta'minladik. Bugun biz yurtimizning olis qishloqlari haqida bu joyda telefon ishlaydimi o'zi degan doim beriladigan savollarga javob bergandek bo'ldik. Bir qarashda o'z-o'zidan ishlab qolgan uyali aloqa yoki kabelli internet ortida oddiy va samimiy aloqachi xodimlarning mashaqqatli mehnati yotishini ham ko'rsata oldik degan umiddamiz. El duosini olib, insonlarning uzog'ini yaqin qilayotgan, yaqinlarini bir-biri bilan diydoriga masofadan bo'lsa-da ko'rish uchun sabab bo'layotgan aloqachilar. Uztelecom kompaniyasining barcha xodimlarini 7-may aloqachilar kuni bilan Manzil jamoasi va uning tomoshabinlari nomidan muborakbod etamiz. Doimo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik, el duosini olib yurish nasib qilishini tilab qolamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin.